Bizden sevmem bu roman. Ko'pchilik gapiradi, biz esa natija ko'rsatamiz. Bugun 5-iyul kuni 5 nafar mijozlarimizni Isroil davlatiga jo'natmoqdamiz. Har bir jo'nab ketgan mijoz bu ishonch, natija va juda katta mehnat. Eng qizig'i, mijozlarimizdan so'raymiz, vizalari necha oyga chiqdi? Assalomu alaykum. Men nomim Xayrullo Farmon. Bizden sevmem bu roman. Tavsiyam men betonam gibi vize biletim. Man Rahmonov Azamat, vizem Chorama Buroma, hamish qonuniy, naqzam ishda, bu orqadan hamish qonuniy. Man Hojiyev Ahmadjon, mana viza topshirdi Isroil davlatiga to'xtab, To'royda chiqdi. Hammasi qonuniy, tavsiyaviy emaslarga. Mahkam Fahma, Isroil davlati qayma shirkatini qo'shgan qayma buruma tavsiya etgan ishonchli firma. Man nomam Bozorov Firdaus. Korxona zakonniy. Sherikoki Rasim mana. Korxona tavsiya etyapman, 100% uverenniy. Dokumentini dodam